Men ismim Qudratullo, IT Center markazi rahbariman. Xo'p, mana bugun birinchi darsimizga fransiyalik do'stlarimiz kelishdi va bular bevosita o'zimizning o'quvchilar bilan, mana shu yerdagi o'quvchilarimiz bilan, yoshlarimiz bilan muloqot qilishyapti, fikr almashishyapti. Fransiyadagi ta'lim tizimi va O'zbekistonning ta'lim tizimi, Fransiyadagi hayot, sayohat qilish shu kabi mavzularda suhbat qurgan bo'ldik. Albatta, bu suhbatlar yoshlarimizda, o'quvchilarimizda tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. It's very good to meet some students. They are very good. Yeah. Maybe better than us. Yeah, I really think. And there is they're just learning English in 6 months. Yeah. Yep. So they are pretty good. The school is very clean, very new, and it's like huge. So it's very good, I think, for students. Bugun o'quv markazimizda mehmonlar bilan qiziqarli suhbat bo'ldi. O'zimizni qiziqtirgan savollarni berdik va yetarlicha javob oldik va bu bizni ingliz tilini o'rganishimizga o'zini ancha foyda bo'ldi. Mehmonlar Fransiyadan tashrif buyurishdi va biz bundan juda ham xursandmiz. Mazmunli suhbat bo'ldi deb o'ylayman.